Akalar 2008-yil Nexia 1 ko'rgansizlarmi? Bitta ko'rsang 2008-yil Nexia 1 eng oxirgilari eksportdan qaytgan ekan. 2008 Sony Scrambler 5 konditsioner metallari bor ekan. Holati o'ta tiniq turibdi. Rangi ham neobichniy, balon holatlari yangi, chotki holatda, saloni ham zo'r. Radnoy mashina, eng qizig'i shumka bo'lgan ekan. Salon bitta oling, probegi 1,5 krug ekan. Halol deb aytibdilar egalari, o'zlari haydagan ekanlar. Xo'p, chexoli, poligi bor, salon holatlari yaxshi, metallari bor. Mashina zo'r holatda turibdi akalar. Bemalol ko'rib, ko'rsatib, tekshirib olasizlar. Radnoy mashina ekan. O'zini bir paytda chiqqan radnoy kalpaklari ham bor ekan. Xo'p, orqada ancha-muncha joy bor, metallari bor ekan. Salon holatlari hammasi akkuratni turibdi. Mashina nahodur. Kraskasiga keladigan bo'lsa, orqa eshik bilan men bunda kraskasi bor ekan, unaqa strash mudar yo'q dedilar. Egalar nomerlarini qoldiraman, telefon qilib baraka qilsanglar bilan eng oxirgi chiqqan 2008 qara buferli Nexia 1 akalar. Narxiga keladigan bo'lsa, egalari 41 million naqd bo'lsa yana ham kelishamiz deb aytibdilar. 2008 1,5 krug yurgan. Bitta mana shu krilovlar, orqa eshikka kraskasi bor, qolgan joylar toza, metallari ham bor. Pastdagilar nominal qoldiraman, telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'lar. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.